Hammaga salom do'stlar. Do'stlar, bugungi videoroligimizda sizlar bilan sarmoyasiz o'yin o'ynab pul ishlab boramiz. Do'stlar, biz mana bu Telegram bot orqali o'yinlarda o'ynab, misol uchun sarmoyasizlarda dollar pul yutib olsak bo'ladi. Do'stlar, albatta Telegram hamda YouTube kanaliga a'zo bo'lib qo'ying. Sizlarga sarmoyasiz videolarni chiqarib boraman. Do'stlar, mana biz kirib olamiz. Bu bot havolasini video tagida qoldiraman. Kirib olgan paytda misol uchun bizda mana shunday bo'lim bo'ladi. Qarang, mana glavniy bo'lim. Bu glavniy bo'limda qanday bo'ladi? Misol uchun bu yerda turli xil o'yinlar bor. Ya'ni mana bu joyda aytib o'tyaptiki, bu misol uchun 2 soatdan keyin misol uchun tugaydigan vazifasi. Bu yerda misol uchun mana shu o'yinni o'ynaydigan bo'lsak, bizda misol uchun $100 yutuq bo'ladi ekan. Biz misol uchun bunda qatnashish uchun bemalol o'yinni o'ynab, misol uchun qatnashib olasiz. Keyingisida ham ko'ramiz. Mana bu joyda bonus olish bo'lim bor ekan. Buni ham misol uchun ko'rib olib tanishib chiqasizlar. Do'stlar, yana boshqa o'yinlarni ko'rib o'tamiz. Qarang, bu joyda yana bitta mana bu o'yin bor ekan. Bu joyda aytib o'tyaptiki, mana Lazy Money degan o'yinni misol uchun mana igrat degan tugmani bosib o'ynaydigan bo'lsak, bu joyda misol uchun yutuq $40 ekan. Bu tugashiga mana 55 minut qolibdi, ya'ni 1 soat qolibdi, 1 soatdan kamroq. Buni ham o'ynab olib misol uchun tanishsangiz bo'ladi. Qarang, bu yerda mana bu joyda ham aytgan $100 o'yin bor ekan. Bu joyda bizda urinimiz 3-daraja yuqori bo'lishi kerak ekan. Albatta bu yerda sizda uringiz ham bo'ladi, mana level daraja. Bu level darajani oshirib olish kerak. Mana bu asosiy bo'limga o'tasiz. Misol uchun qancha ko'p o'yin o'ynaydigan bo'lsangiz, do'stlar, shuncha misol uchun sizda level darajasi oshib boradi. Mana level 2 ga o'tasiz, level 3 ga o'tasiz. Mana level 3 ga boradigan bo'lsak, biz boyagi mana bu hozir bir daqiqa. Qarang, mana bu level 1-chi. Misol uchun level 1 da bo'lsangiz, misol uchun mana shu $40 yutish imkoniyati bo'ladi. Agar sizda misol uchun level 3-darajaga chiqadigan bo'lsangiz, mana $100 misol uchun o'yinni o'ynab olib qatnashsangiz bo'ladi. Do'stlar, yana qarang, mana bu joyda bizda misol uchun level 1-darajada ham misol uchun mana bu o'yin bor ekan. Mana shu o'yinni ham o'ynab misol uchun mana $30 yutib olsak bo'ladi. Kirib misol uchun tarjima qilib olasizlar. Albatta bizga Google tarjimon kerak bo'ladi. Google tarjimon orqali tarjima qilib olib shartlarni bajaradigan bo'lsangiz, bu oddiy o'yin o'ynash tanishsangiz bo'ladi. Bu level 2 ekan. Hozir menda mana qulf turibdi. Sababi men level 1 daligim uchun misol uchun mana shu o'yinga qatnasha olmayman. Buni misol uchun mana bu level birinchilarda misol uchun o'ynab do'stlar, sizlar ko'proq o'ynab levelingizni oshirib olasiz. Oshirgandan so'ng bemalol ko'rib olsangiz bo'ladi. Mana bu joyda mana $40 vazifa bor. Mana 2 soat, salkam 3 soat qolibdi. Mana $40 bu yerda pul yutuqlari bor ekan. Do'stlar, xuddi shunaqa tartibda ko'rib chiqasiz. Mana juda ham ko'p o'yinlar bor. Mana $150 bor. Bemalol bor. Bularni ham bemalol ko'rib olib tanishib, misol uchun olsangiz bo'ladi. Do'stlar, keyin uringizni ko'tarasiz. Mana bu yerda bonus tugmasi bor. Bonus tugmasida ham ko'rib olib tanishsangiz bo'ladi. Keyin qarang, bu yerga yig'ilgan pullarimizni ham bemalol biz chiqarib olsak bo'ladi. Do'stlar, qarang, mana Druziya bo'limiga o'tamiz. Druziya bo'limiga o'tgan paytda bu yerda mana bizda balansimiz $100 ga yetadigan bo'lsa, mana $100 ga yetadigan bo'lsa, biz pul yechib olsak bo'ladi. Mana $100 bo'ladi. $100 bo'lgandan so'ng mana bu yerda VVS degan tugmani bosib bemalol pul yechib olsangiz bo'ladi. Hammaga omad do'stlar. Telegram YouTube kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Sizlarga bundan keyin juda ham ko'p sarmoya saytlari chiqarib boraman. Bosamiz. Videoga like, kommentariy esdan chiqmasin.